Futbol millionlar o'yini degan naqlni siz ham eshitgansiz, lekin bu so'z allaqachon o'zgarishga muhtoj, chunki hozir futbol milliardlar o'yiniga aylanib bo'lgan. Yaqindagina terma jamoamiz jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritganidan so'ng butun O'zbekiston futbol nafasida yashaganidan xabaringiz bor. Xuddi o'sha hayotimizning bir qismiga aylanib qolgan futbolni yanada go'zal va jozibali qiluvchi narsa bu fintlardir. Qizig'i, shunday fintlar borki, ularni maydonda ishlata olmaysiz. Agar ishlatsangiz, hakam tomonidan darhol ogohlantirilasiz. Bugungi sonimizda aynan o'sha taqiqlangan go'zal fintlar haqida gaplashamiz. Bu futbol faktlari, biz boshladik. Seal dribble ma'nosi esa tyulen driblingi. Bu ajoyib fint peshona bilan to'pni sapchitib raqiblardan o'zib ketgan holda amalga oshiriladi. Uning nega tyulencha dribling deb atalishini siz allaqachon anglab bo'ldingiz. Futbol tarixida Kerlin ismli bir futbolchi o'tgan. Kichkina tyulen laqabli bu yosh yulduz biz yuqorida ta'kidlagan fint bilan dunyoga mashhur bo'lgan. Biroq o'sha ajoyib fintning taqiqlanishi ham aynan Kerlin Souza bilan bog'liq. 2007-yil Cruzeiro va Atletico Mineiro o'yinida qahramonimiz yana o'sha fintini amalga oshiradi. Raqibning asabiy himoyachisi Diego Coelho esa unga tirsagi bilan zarba beradi. Shundan so'ng qoidabuzar Coelho ushbu harakat uchun naqd 4 oyga diskvalifikatsiya qilingan. Tyulen finti esa shu tariqa FIFA tomonidan qora ro'yxatga kiritilgan. Ko'rib turganingizdek, bunday fint raqib jamoa a'zolarining asabiga tegadi va buning ortidan fint egasining hayotiga ham xavf tug'iladi. Shu sababdan ham FIFA bu fintni provokatsion hamda sport etikasiga zid xatti-harakat deb talqin qilgan. Juda ham iqtidorli va yangi Ronaldinho bo'lishi kutilgan Kerlinni nega siz tanimasligingizning sababi esa tinimsiz jarohatlar. 2008-yil Inter bilan shartnoma imzolagan futbolchi faoliyati davomida 6 bor xochsimon paylaridan jarohat olgan va 2017-yil 29 yoshida butsalarini mixkelgan. To'pni boshda tutib turish aslida boshqa fint bo'lsa-da, tyulen driblingiga juda o'xshab ketgani uchun uni ham shu nuqtada eslab o'tamiz. Bu ikki fint orasidagi yagona farq seal dribbleda siz to'pni faqatgina boshda ushlab turmay, jonglyorlik qilishingiz ham kerak. Xullas, head stall, ya'ni to'pni boshda uzoq vaqt ushlab turish ham qoidalarga zid. Nega ekanligini esa yuqorida batafsil tushuntirib berdik. FIFA tomonidan professional futbolda ishlatilishi taqiqlangan yana bir fint bu to'pni libos ortiga yashirib olish. Bolalik paytlari har xil freestyle ustalarining videosi orqali ushbu fintga qiziqish uyg'onib, uni mahalla futbolida ishlatib ko'rganlar oramizda ko'p bo'lsa kerak. Homilador ayolga aylanish uslubining taqiqlanish sababi libos o'yinchi qo'lining kengaytmasi sifatida qaraladi hamda futbolchi to'pni boshqarishi mumkin deya talqin qilinadi. Professional futbolda to'pni libos ichiga solib olish bilan bog'liq eng mashhur voqea 2014-yil Shvetsiyada yuz bergan. O'shanda Hammarby FK'ning norvegiyalik himoyachisi Jan Gunnar Solli 5-0 dan keyin aynan shunday qilig'i uchun hakam tomonidan ogohlantirilgandi. Bu fint ham asosan freestyle ustalariga tegishli. Anchadan beri FIFA tomonidan taqiqlangani sababli bu fintni katta futbolda ishlatganlarni topish ham mushkul. Ko'pincha klublarning jamoaviy mashg'ulotlarida yoki o'yin oldi chigal yozdi mashqlari paytida yulduzlarning bu usulni mahorat bilan amalga oshirayotgani guvohiga aylanib qolamiz. O'yin vaqti bunday fintning ishlatilmaslik sabablaridan yana biri shundaki, agar futbolchi tizzalari orasiga to'pni olib yugursa, nozik nuqtalarga jiddiy zarbalar kelib qolishi ehtimoldan xoli emas. Bir 1970-yilning oktyabrida Premier Liga doirasidagi Coventry va Everton o'rtasidagi bahsda futbol tarixidagi hozircha bu uslubda urilgan yagona gol dunyoga kelgandi. Mezbonlar Everton darvozasi yaqinida jarima zarbasi ishlab oladi. So'ngra Coventry futbolchisi Carr oyoqlari orasiga to'pni ilib havoga ko'taradi. Striker Hunt esa uni to'ppa-to'g'ri darvozaga joylab qo'yadi. O'sha mavsum so'ngida ushbu san'at asari ko'plab nashrlar tomonidan yilning eng chiroyli goli deb topiladi. Afsuski, shu goldan so'ng FIFA ham harakatga keladi hamda ushbu uslubni qora ro'yxatga qo'shadi. Asosiy sabab esa jarima amalga oshirilayotgan payt ikkala oyoqning ham bir vaqtda to'pga tegayotgani edi.
Qoidalarga ko'ra, jarima tepayotgan futbolchi bir vaqtning o'zida 2 bor to'pga tega olmaydi. To'pni bo'yin ortida yelkada ushlash fintini ham deyarli har bir futbolchining tanishtiruv marosimida kuzatamiz. Mashg'ulotlar vaqti yoki ko'rgazmali o'yinlar ham bundan xoli emas. Lekin rasmiy o'yinlarda to'pni tananing bu qismida atayin ushlab bo'lmaydi. Bu hakam tomonidan sportchiga xos bo'lmagan harakat deb topiladi va darhol futbolchini ogohlantiradi. Qolaversa, bunday fintni amalga oshirgan futbolchi o'zini ham xatarga qo'yishi hamda ikki jamoa a'zolari o'rtasida ziddiyat keltirib chiqarish ehtimoli katta. Endi esa ko'plab futbolchilar ham bilmaydigan qoida haqida gaplashamiz. Barchaga ma'lumki, darvozabonga uzatma berayotganda e'tiborsizlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Agar to'p futbolchining oyog'idan atayin o'z darvozaboniga yo'naltirilsa, kiper to'pga qo'li bilan teginishi mumkin emas. Biroq tananing qo'ldan tashqari boshqa qismi bilan berilgan uzatmani golkiper bemalol ushlab olishi mumkin. Ana shu yerda bitta lekini bor. 2017-yilning 21-yanvarida Liga 1 doirasidagi Nant va PSG o'yinida Marco Verratti darvozabonga bergan uzatmasi sababli ogohlantiriladi. Bu yerda hattoki trap to'pni ushlab ham qolmagan edi. Lekin FIFA qoidalarida shunday yozilgan: o'yinchi boshi, ko'kragi, tizzasi va boshqa a'zolar yordamida to'pni o'z darvozaboniga uzatishi mumkin. Ammo hakamning fikriga ko'ra, futbolchi qasddan ayyorlik ishlatgan holda bu ishni bajarsa, darhol ogohlantirilishi, raqib foydasiga esa erkin zarba berilishi kerak. Masalan, o'yinchi atayin to'pni yerdan boshiga ko'tarib olib yoki tiz cho'kkan holatda darvozabonga uzatma bersa, darvozabon to'pga tegadimi yoki yo'q ahamiyatsiz. Baribir ushbu holat qoidabuzarlik deya topiladi. Bunga o'xshash xuddi yana bir holat o'sha 17-yilning 27-fevralida Inter Roma o'yinida yuz bergandi. Yaxshigina tajribali Ivan Perishich va Samir Xandanovich ayyorlik ila ortga pas rejasini amalga oshirishadi, lekin buni ko'rib turgan hakam darhol qoidabuzarlikni aniqlaydi va Ivanni ogohlantiradi. Ana shunaqa gaplar. Avvallari o'yin vaqtida to'pning ustiga ikki oyoqda chiqib olish hakamlar tomonidan juda jiddiy qabul qilinmas edi. Biroq joriy yilning 27-martida o'tgan bir o'yindagi holatdan so'ng ko'p narsa o'zgardi. Braziliyaning Paulista Kubogi finalida Corinthians hamda Palmeiras o'rtasidagi bahsning so'nggi daqiqalarida yutayotgan jamoa a'zosi Memphis Depay to'pning ustiga ikki oyog'i bilan chiqib shou ko'rsatdi. Shundan so'ng ikkala jamoa a'zolari o'rtasida dahanaki jang boshlanib ketdi. O'yin yakunlanishi bilanoq CONMEBOL va Braziliya futbol federatsiyasi birgalikda yangi qonun ishlab chiqdi. Unga ko'ra, endi futbolchi yuqoridagi kabi fintni amalga oshirsa, darhol hakam tomonidan kartochka orqali jazolanadi va raqib foydasiga erkin zarba beriladi. Bo'lib o'tgan ishlardan so'ng Memphis Depay o'z noroziligini yashirib o'tirmadi. U o'zining X'dagi sahifasida shunday so'zlarni yozib qoldirgan: Bu go'zal futbol mamlakatining kelajagi uchun kim qayg'uradi? Keling, qanday qoidalar bu sport turini yaxshilashi mumkinligi haqida futbolning jozibador tomoni, biznes masalalari borasida bosh qotiraylik. Bunday bema'ni qarorlar ortidan futbolchilar va muxlislar uchun nima naf? Braziliya futbol afsonasi Neymar ham Memphisni qo'llab-quvvatladi va Instagram sahifasida futbol kundan kunga zerikarli bo'lib ketyapti deya yozib qoldirdi. Futbol o'ynagan inson borki, bir bor bo'lsa-da kamalak fintini amalga oshirib ko'rgisi keladi. Garchi texnik jihatdan taqiqlanmagan bo'lsa-da, o'z jarima maydoni tarafda yoki jamoasi qulay hisobda oldinda borayotgan vaqtda bajarilgan kamalak finti hakam tomonidan sport etikasi qoidalariga zid deya topilib, qoidabuzarlik qayd etilishi mumkin. Agar hakam nuqtai nazarida vaziyat toza o'yindan ko'ra ko'proq kamsitishga yaqin bo'lsa, fintni amalga oshirgan futbolchi darhol kartochka bilan jazolanadi. To'g'risi, ba'zida bu fintni o'xshatolmaslikning o'zi futbolchilar uchun yaxshigina jazoga aylanadi. asrning ilk dekadasida braziliyalik bir yosh yulduz penaltilarni shunday ustamonlik bilan ijro etardiki, uning 11 metrlik nuqtadan bergan zarbalarini qaytarish deyarli imkonsiz edi. U to'p oldiga sekin yaqinlashardi, zarbaga shaylanardi va to'pni tepish oldidan kichik pauza ushlardi.
Darvozabon esa allaqachon bir nuqtaga tashlangan va Neymar bamayli xotir to'pni darvoza tomon yumalatib qo'yardi. Bunday uslubda penaltini amalga oshirish darvozabonlar uchun biroz adolatsizlikda edi. Shu sababdan ham 2010-yildan boshlab rasman bunday zarba yo'llash qat'iyan taqiqlab qo'yildi va bu uslubdan foydalanganlarni ogohlantirish tendensiyasi ishga solindi. Bruno, Jorginho yoki Ramosning penaltilarichi deysizmi? Yo'q, zarba oldidan bir sakrab olish va chuqur pauza ushlab darvozabonni bir tomonga yiqitib, so'ngra ochiq darvozaga gol urish o'rtasida yaxshigina farq bor. Endi esa shu kabi oldin amalda bo'lgan, lekin hozirda taqiqlangan penaltiga oid qoidalarni ko'rib chiqamiz. Bulardan biri bu darvozabonning darvoza chizig'ida turishi. Asrimiz avvalida darvozabonlar zarba oldidan bemalol chiziqdan bir necha qadam oldinga chiqishi mumkin edi. Keyinchalik buni taqiqlashdi va zarba berilmagunga qadar kiper ikkala oyog'ini ham chiziqdan olib chiqmasligi kerakligi belgilab qo'yildi. 2019-yilga kelib esa bu biroz yumshatildi va zarba berilayotgan payt kiperning bir oyog'i chiziq ustida tursa yetarli deb hisoblandi. Yana bir taqiqlangan uslub bu to'p oldiga yaqinlashgan futbolchini atayin asabiylashtirishdir. Bu borada master sezib turganingizdek Emiliano Martinez edi. Aynan uning Copa Amerika hamda Jahon chempionatida ko'rsatgan hunarlaridan so'ng FIFA darvozabonlarning zarba beruvchiga atayin xalaqit qilishi, ularni asabiylashtirishi, zarba beruvchi to'pga teginishi, atayin zarba vaqtini kechiktirishi hamda darvoza ustuni va to'sinlariga teginishini qat'iyan taqiqlab qo'ydi. Bu yangi qoidalarga Martinezdan fikrini so'rashganida Emi shunday javob berdi: "Ular kechikishdi. Men maqsadimga yetishib bo'ldim." Penaltilar qoidasiga kiritilgan so'nggi o'zgarish bu Julian Alvares bilan bog'liq. Chempionlar Ligasi doirasidagi Madrid derbisida Alvaresning zarba oldidan tasodifan chap oyog'i toyib ketdi va to'p ikkala oyoqqa tekkan holda darvozaga bordi. Amaldagi qoidalarga ko'ra, jarima zarbasi yoki penaltilar vaqtida bir futbolchi ikki bor to'pga tega olmaydi, xoh u atayin bo'lsin, xoh bexosdan. Lekin FIFA yaqinda bu holatga o'zgartirish kiritdi. Endi zarba beruvchi to'pni tepishi oldidan o'zi xohlamagan holda ikkala oyog'i bilan to'pga tegib ketsa, zarbani yana boshqatdan amalga oshirishga ruxsat beriladi. Diqqat qiling, bu faqatgina gol bo'lgan holatda. Agar tasodifan to'pga 2 marta zarba berilib, ushbu penalti golga aylanmasa, qaytadan uni amalga oshirish imkoniyati berilmaydi. Dasturimiz so'ngida biz ijodkorlar uchun o'ta muhim eslatmani yana bir bor takrorlab o'tamiz. Videoga like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring va kanalga obuna bo'ling. Ishoning, bizga berilgan haqiqiy baho bu sizning layklaringiz va uning ortidan siz kabi ko'plab insonlarga ushbu qiziqarli dastur yetib boradi. Siz bilan xayrlashmaymiz, aksincha ko'rishguncha deb qolamiz. Bu futbol faktlari, o'zingizni asrang.